Nimaga odam riboga pul oladi? Islomda aytib qo'yibdi, shariatda, riboga pul olgan odam Allohga qarshi qilich ko'targan odam, riboga pul olgan odamni xor bo'lishligida shubha yo'q. Ikki dunyoda Alloh bu bandani xor qiladi dedi. Ikkita odam turibdi xabarda oldida. Bittasi ishondi bunga, shart to'xtatdi yoki bo'lmasam bu riboga umuman kirmadi. Ikkinchisi, bu ikkinchi riboga kirayotgan odam undan burun mana shu riboga pul olgan odamning nima bo'lganligini ko'rgan. Xonavayron bo'lib ketgan odamni ko'rgan. Bir nechtasini ko'rgan. Endi nimaga yana olaveryapti? Nima deydi? Olayotib, men deydi o'sha singucha deydi chiqib ketib qolaman deydi. Bir reys borib kelsam, shat deydi kreditni prosent yopib qo'yman, qutulib ketaman deydi. Ishonmayapti-da boyaga oyatga, hadisga. Domlalarda aytganiga ishonmayapti-da. O'sha ishonchi zaifligi uchun kiradi. Nimaga ko'rib turib ibrat olmayapti desa, uni ko'zi ko'rmas, uni qalbi ko'r.